Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Zobir 1125 mini traktorlarimiz ko'rishingiz mumkin. 28 ot kuchiga ega bo'ladi. Bu traktorimiz balonlari 6,5 ga 16 balon bo'ladi. Oldi baloni, orqa baloni 9,5 ga 24. Toshlari bilan jihozlangan bo'ladi. Mana shunaqa toshlari bor. Motorlari ham yangicha motor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, alohida radiatorlarga ega bo'ladi. Oldingi motorlarimiz radiator bo'lmasdi. Bularda motorini o'zida radiator bo'lardi. Shu yerdan sovutardi. Bu safar alohida radiatorga ega, suvni tezroq sovutishi uchun, motor qizib ketmasligi uchun. Oziq filtrlari ham massivniy oziq filtr bo'ladi. Glyusterlari ham katta glyusterlar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, moy datchik, suv datchik, matachas, akkumulyator voltini ko'rsatib turadigan datchiklar bilan jihozlangan bo'ladi. Skorslarga keladigan bo'lsak, общий skorsi 4 ta skorsi bo'ladi. Понижение, повышение bilan 8 ta skors bo'ladi. Bu oldi tortmaydigan variantda bo'ladi. Oldi tortadigan traktorlarimizdan tugadi. Xudo xolasa tez ora kelib qoladi. Bu traktorlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamizki, rullari gidravlika bo'ladi. Gidravlika moy bilan aylanadigan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, alohida rul uchun nasoslar qo'ydirilgan. Xo'p, raspedaliga keladigan bo'lsak, raspedali 3 talik raspedal bo'ladi. Bemalol orqa tomoniga freza ulanadigan bo'lsa, oldi tomoniga jatka yoki bo'lmasam rotorni kashelka ulagan payti ko'tarib tushirish uchun alohida vixtlari bor. Bularda plavishi funksiyalari mavjud. Ko'rishingiz mumkin, plavishi traktorchi akalarimiz o'zi biladi shu plavishi funksiyasini. Orqa gidravlika bachoki alohida silindrlariga ega, ko'rishingiz mumkin. Ikkita silindrli bo'ladi. Bu ichki silindr bo'lmaydi, tashqi silindr bo'ladi. Endi bu traktorimizga keladigan bo'lsak, komplektida 1.30 lik frezasi bo'ladi, plus 2 talik plugi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $4200 akalar. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim, Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93 lik 204 4100.